Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Zafarjonov Rifatbek kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Tayyor bo'lsangiz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasining may oyidagi yig'ini uchun raqiblari ma'lum. Xabaringiz bor, terma jamoamiz mundial oldi jamoaviy formasini mukammal holatga keltirish uchun may oyida Superliga klublari bilan mashg'ulot o'yinlarini o'tkazadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasiga da'vogar futbolchilari may oyida Paxtakor, Nasaf, Surxon va Nefchi klublari bilan mashg'ulot o'yinlarini o'tkazishadi. Hozircha vaqt va sanasi ma'lum emas. O'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi Behruz Karimov muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Futbolchida o'ng oyoq panja suyagi sinishi tashxisi tasdiqlangan edi. Shundan so'ng O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tibbiy qo'mitasi tomonidan xorijiy va mahalliy sport shifokorlari bilan birgalikda tegishli muhokamalar olib borildi. Mutaxassislar xulosasiga ko'ra, futbolchining tezroq safga qaytishi hamda jarohat qaytalanishining oldini olish maqsadida operatsiya amaliyoti bajarildi. Hozirda futbolchining holati barqaror bo'lib, reabilitatsiya jarayoni boshlandi. Dastlabki rejalarga ko'ra, Behruz Karimov taxminan 1 oy muddatda safga qaytishi kutilmoqda. Rustam Lutfilin Al-Vasl Al-Nasr o'yiniga tayinlov oldi. Osiyo Chempionlar Ligasi 2 musobaqasi chorak final bosqichidan o'rin olgan Al-Vasl Birlashgan Arab Amirligi Al-Nasr Saudiya Arabistoni jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Ushbu bahsda o'zbekistonlik hakamlar jamoasi faoliyat olib boradi. Bosh hakam sifatida Rustam Lutfilin, yordamchi hakamlar sifatida Akmal G'iyosov va Sanjar Shoyusupov ishlaydi. VAR hakami Ahrol Rizqullayev. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston futbol hakamlar qo'mitasi Lutfulloni Qo'qon 1912 va Nasaf uchrashuvida qo'pol xatoga yo'l qo'yganini e'lon qilgan edi, lekin Osiyo futbol konfederatsiyasi Lutfulloga hozircha ishonmoqda. Mavzuni Polshada ishlaydiganlarga qaratamiz. Lewandowski Yuventus yoki Milanga o'tishi mumkin. Robert Lewandowskining Juventusga o'tish imkoniyati yaqin kunlarda hal bo'lishi mumkin. Manba Stadion.uz. La Gazzetta dello Sport nashrining xabariga ko'ra, polshalik hujumchining agenti Italiyaga yetib kelgan va u yerda Turin klubi rahbariyati bilan avvaldan rejalashtirilgan uchrashuvni o'tkazadi. Hujumchi mavsum yakunida Barselonani tark etishi kutilmoqda va katta ehtimol bilan 37 yoshli futbolchiga xususan Juventus va Milan jamoalari ham qiziqish bildirmoqda. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. O'zbekistonlik 15 yoshli futbolchi Chelsea akademiyasi a'zosiga aylandi. O'zbekistonlik 15 yoshli futbolchi Zufarxo'ja Akromxo'jayev Chelsea klubi akademiyasiga qabul qilindi. Buni Chelsea futbol klubi rasman tasdiqladi. Chelsea futbol klubi akademiyasi Zufarxo'ja Akromxo'jayevning U15 jamoamizga qo'shilganini mamnuniyat bilan e'lon qiladi, deydi Chelsea klubi matbuot xizmatida. O'zbekiston Superligasining 8-tur barcha uchrashuvlari yakuniga yetdi. Lokomotiv Navbahor 0-2, OGMK Buxoro 3-2, Surxon Qizilqum 0-1, Neftchi Nasaf 2-1, Mash'al Xorazm 0-1, Paxtakor Dinamo 4-2, Sug'diyona Bunyodkor 2-3, Qo'qon 1912, Andijon 0-0. Qadrli do'stlar, Mash'al jamoasi 8-mag'lubiyatdan so'ng albatta futbol muxlislari oq bayroq ko'tarishdi, ya'niki